O'zbekistonni tinchlik va o'zaro hamjihatlikda rivojlantirish siyosati nafaqat mamlakatimiz, balki butun mintaqada ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy kerak bo'lsa muhitni o'zgartirdi. Bugungi dunyodagi murakkab sharoitga qaramasdan mamlakatimizda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy islohotlar jadallik bilan davom ettirilmoqda. Bunga albatta yurtimizdagi quruvchan muvozanat asosiy sabablardan biri bo'lib xizmat qilyapti. Bugungi global keskinlashuv va oqibatini taxmin qilish tobora qiyinlashib borayotgan davlatlararo raqobat muhitida milliy manfaatlarimizni himoya qilish uchun barcha hokimiyat organlari hamjihat bo'lishi va pirovard maqsadda adashmasliklari juda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Parlament tabiiyki xalq manfaatlari va takliflarini shakllantiradigan bir maydon. Bu yerda tortishuvlar va turli fikrlilik albatta tabiiy qabul qilinadi. Lekin manfaatlari yo'lida bugun nafaqat davlatlar, balki xalqlarni qurbon qilib yuborishdan tortinmayotgan kuchlar fikrlar xilma-xilligini tarqoqlikka aylantirish uchun imkoniyat sifatida baholanmoqdalar. Va bu imkoniyatlardan foydalanish uchun harakat qilishyapti. Biz albatta bunga yo'l qo'yishimiz mumkin emas. Zero saylovlardan keyin saylovchilarimizni bergan ovozlari shu narsani ko'rsatdiki, xalq uyida barcha turli fikrli bo'lsa ham, lekin hamjihatlikda umumiy konsensusga kelgan holda qaror qabul qilish zarur ekanligi haqidagi signalni qabul qilgan edik. Liberal Demokratik partiya tomonidan, O'zLiDeP tomonidan bildirilgan takliflarni biz aynan mana shu to'lqinlarda juda ham ijobiy qabul qildik va taklifni qabul qildik. Bizni avvaldan hamkorlik tajribamiz bor. Biz birgalikda mamlakatimizni rivojlantirish uchun muhim bo'lgan qarorlarni qabul qilganmiz. Bir nechta muhim qarorlarda biz partiyalar O'zLiDeP hamda Milliy tiklanish birgalikda harakat qilgan va qarorlar qabul qilgan. Xudoga shukr, mana bugungi kunda yuzimiz yorug'. Saylovchilarimiz oldida uyatga qolmadik. Bu qabul qilgan qarorlarimiz mamlakatimizni taraqqiyoti hamda rivojlanishi, xalqimizni farovonligi yo'lida xizmat qilyapti. Taraqqiyot blogi bu o'ng kuchlarni blogidir. Biz ham albatta qanchalar konservativ g'oyalarimiz bo'lishiga qaramasdan O'zbekistonni butun rivojlanayotgan dunyo to'lqinida bo'lishini istaymiz. Albatta biz ham bugun texnologik rivojlanish, iqtisodiy yangiliklar, xalqimizni talabi va o'zgarayotgan dunyoda albatta mamlakatimizni aynan shu texnologik yangiliklardan foydalanishi va xalqimizni farovonligiga xizmat qilishni xohlaymiz. Lekin albatta bu yo'lda bizning alohida bir prinsipimiz bor, bu taraqqiyot qadriyatlarga tayanish kerak. Har qanday taraqqiyot qanchalar manfaatli bo'lishidan qat'iy nazar, milliy manfaatlarimiz hamda qadriyatlarimizga zid bo'lmasligi kerak. Biz doimo liberal demokratlar bilan qilgan hamkorligimizda bu prinsipimizga nisbatan hurmat ko'rganmiz va albatta qarorlarimizda bu o'z aksini topgan. Ishonchim komil, biz kecha fraksiyalarimiz tomonidan birgalikda qabul qilgan qarorimiz, ya'ni taraqqiyot blogini tashkil etish to'g'risidagi qarorimiz mamlakatimizni rivojlanishiga hamda xalqimizni farovonligiga xizmat qiladi. Bu blog faqatgina qonunchilikni takomillashtirish va qonunlardagi hamjihatlik emas, balki bugungi kundagi jamiyatimizni birlashtirish yagona pirovard maqsadimiz O'zbekistonimizni kuchli davlat bo'lishi yo'lida xizmat qilishiga ishonchim komil.